Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Mana jalab. Mana. Oho, zo'r. Rahmat. Umr. Qo'ying. Mana talabdan kirdim. Birga. Kirsin mana jalabni. Mana ona jalabni. Mana qizlar. Kirsin. Men kirsin. Jalab. Talaq beraman, bizdan keyin ketaverasiz. Hozircha talaq bermang. Yo'q, beraman. Hozircha Eshiting, muammoni eshiting. Shoshmang, oldin eshitay. Xotinim, mana ishlab turibman, tushuning. Meni xotinim shoshmang, hech yo'q. Men talaq berganda kuyman. Mana aytsin, mana pul gapirsin, keyin men gapir. Sababini Nima gap, mana ayta. sababi yo'q. Aybiya bo'lsa nima yashamayman. Nima sabab? Yerlaqa ke, men bir o'zingiz olaveradi, videoga. Meni oldimni ol dedim senga. Rasmga chiqsin, bizga ham ishimiz uchun kerak u. Menga ol. Ayni birovga bering-da, ular aytsin. Sen videoga ol, meni oldim, bekkedan. Vallahi olibmi? Bekkeda boshini aytsin, eshitsin. Sababsiz ajrim bo'lmaydi-ku, sababsiz. Mana mening muammam, men gapirang, shoshmay turingda. Men muammam, keyin gapiraman. Meni oilam, hozirgacha talab berganimcha, oilam qo'limda. Mana otasi Bandixon rayonni Toshkent sovxozida turadi. Tursun Karimxon deydi. Meni oilam bular manaka. Men bilasizlar, Tongiz mahallasida. Mana oilam, manaka nima uchun men urdimmi, so'kdimmi, mana aytsin. Manaka. Keyin men aytaman nima bo'lganini. Mana aytsin. Aytsin manaka. Mana eshitsin, keyin. Urganimni so'kkanim, aybi yo'q. Endi mana Qur'on. Eshitsin. Mana Qur'on. Ol videoga. Qur'on. Men uylanganimdan 3 oydan keyin uyga ishdan ertaroq keldim, telefonda ishlab oldim. O'g'limga gaplashdim. Telefonda gaplashdim. Toj bo'laydi. O'zim o'tdim. Xotinimni tegib oldi. Keyin men bilan uyiga chiqdim. Bandixon. Kechirdim. Yana 2 oy o'tgandan keyin yana ushlam Termizdan ekan. Keyingisi. Termizdan. Mana Qur'on agar yolg'on bo'lsa meni ushlasin. Men qiz deb tekkan odam, qiz emas ekan, men tegin boshqa tegin degan ekan. Mana ekan. Mana muammo. Mana ekan. Eshitdingiz, mana otasi, mana Qur'on. Mahalla eshitdinglar, bu narsa internetga chiqadi. Men o'zimni oqlashim kerak. Internetga chiqadi 100%. Menga mana xiyonat qilgan ko'ringlar. Jamiyatda yashashga haqqi yo'q. Eshityapsizlarmi? Haqqi yo'q jamiyatda. Meni xo'rlagan yetimning borqi mong'ayini bitib ishlasa, shu o'zi o'sib ketadi borqi yetim bachalar. Yig'ladi kecha telefon, o'ziga ham telefon qildi. Rossiyalardan ham yig'ladi. Ezayda videoga olmay, keyin nima qilasiz? Meni ham olyapsizmi? Bu xota o'zi ham emas bu. O'zida ham emas bu. Nimani? Ehmoy, pul sindirdi. Ot. Ot kakras. Mana, ot uyni shunaqa sindirdi. Hamma yo'lda rasvo qildi mana. Ochib berishni deyapman senga men. Melisa chaqir. Ochib berishni, tamom olishga yo'q. Melisa chaqirasan. Davay. Eshit. Mashina bormi o'g'lingizni? Mashinasi bormi? Amma akasiniki. Assalomu alaykum aka.